Salom do'stlar, siz bilan yana UZ Sport kanali. Bugun sizlarga professional boks olamidagi eng kutilayotgan janglardan biri haqida gapirib beramiz. 14 noyabr kuni Toshkent shahrida o'tkaziladigan Lift Promotions kompaniyasining yirik boks kechasi doirasida ikki kuchli jangchi ringda to'qnashadi. Lazizbek Mullajonov va Manyasaxu Muritador. Lazizbek Mullajonov O'zbekistonning faxrli bokschisi. 1999 da Farg'onada tug'ilgan. U professional arenada o'z ismini jahon miqyosida tanitgan. Mullajonov 2024 yil Parij Olimpiadasi chempioni bo'lib, O'zbekiston uchun oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Uning jang uslubi kuchli zarba, aql bilan harakat va mukammal texnika. Har bir zarba aniq, har bir himoya o'ylangan. Endi esa u professional ringda o'z karyerasining yangi bosqichiga chiqmoqda. Bu jang Lazizbek uchun o'z yurti, o'z muxlislari oldida katta sinov va o'z qudratini yana bir bor isbotlash imkoniyati. Manyasaxu Muritador esa Nigeriya vakili, tajribali va agressiv bokschi. U professional boksda 6 g'alaba, 3 mag'lubiyat va 2 durang natijaga ega. Eng qiziq tomoni, uning 6 g'alabasidan 5 tasi nokaut bilan yakunlangan. Muritador jangda bosimni yoqtiradi. Raqibni charchatib, kuchli zarba bilan yakunlashni yaxshi biladi. U hozir yaxshi sport formasida va Toshkentdagi jangda katta sensatsiya qilish niyatida. Ekspertlarning fikriga ko'ra, bu jangda Lazizbek Mullajonov aniq favorit. U o'z yurti oldida jang qiladi. Aqli, texnikasi va tezligi bilan ustun. Ammo Manyasaxu befarq jangchi emas. U har qanday paytda zarba bilan o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu jang texnika va kuch, sabr va bosim o'rtasidagi haqiqiy to'qnashuv bo'ladi. Har bir raund qaroriy lahza. Do'stlar, bu jangni to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilmoqchimisiz? Unda bizning UZ Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Jonli efirlar, eksklyuziv videolar va eng so'nggi sport yangiliklari faqat shu yerda. Videoga like bosing va kanalimizni qo'llab-quvvatlang. Chunki sportdagi eng qizg'in janglar hali oldinda.